Assalomu alaykum aziz obunachilar. 3 ko'zli Pro modellar sotadi. Endi Max modellarni sotyapmiz. Quyosh paneli ishlaydi. Komplektda o'zini zaryadchigi ham bor. Qaranglar, baravarga ham quyosh paneli, ham tokda ham ishlaydigani. Xo'p, 3 ko'zli bo'ladi va 380 Pro modelidan Max modeli qaranglar. Chap tomon, o'ng tomonga telefonlaringni boshqarasizlar endi, qo'lda emas, telefonlaringda. Aslidagi 360 ga aylanadi do'stlar. Bitta sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istalgan joyidan turib boshqaraverasizlar, gaplashaverasizlar do'stlar. Xullas, sim kartaga ishlasa, quyosh panel ham tokka, baravarga ishlayveradi. Quyosh panel ham tok. Xo'p, bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1.250.000 so'mga baraka qilamiz do'stlar. Bonusiga nima qilamiz? Bonusiga 32 talik original chip qo'shib beraman do'stlar. Dastavkasini ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepulga yetkazib beraman do'stlar. Bunaqa kameralar korobkasini bitta ko'rsatib qo'yaman mana. Max modeli do'stlar, 4G quyosh panelli do'stlar. Odamni ko'rsa o'zi kuylab yurib, videoga olib o'sha rasmga oladigani shu bo'ladi do'stlar. O'rtadagi bu telefondan upravlab turadi. Endi buni Samarqand viloyati Urgut tumani Ibn Sino mahallasi Quyonli qishlog'idan Jahongir akamiz zakas berdilar. Turkiyada ekanlar hozir. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, Jahongir akamga o'xshab hozir Turkiyada ekanlar. Qatarlardan turib zakas berdilar do'stlar. Jahongir akamga mana hozir mana shu 3 ko'zlikni berib yuboryapmiz. Telefonlarga uстановка qilib berdik. Ishlatib ko'rdilar, yoqdi, to'lovlarni qilishdi. Hozir o'sha Max modelimizni berib yuboryapmiz do'stlar. Buni hali reklamasi chiqmagandi do'stlar. Ibn Sino mahallasi Quyonli qishlog'idagi akalarga ham aytib qolamiz, shu kameradan bittadan olib o'rnatib bersalar, uylarni 24/7 bemalol ko'rib yotaverasizlar do'stlar. Aloqaga chiqib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. 3 ko'zli Pro modellar sotadi. Endi Max modellarni sotyapmiz. Quyosh paneli ishlaydi. Komplektda o'zini zaryadchigi ham bor. Qaranglar, baravarga ham quyosh paneli, ham tokda ham ishlaydigani. Xo'p, 3 ko'zli bo'ladi va 380 Pro modelidan Max modeli qaranglar. Chap tomon, o'ng tomonga telefonlaringni boshqarasizlar endi, qo'lda emas, telefonlaringda. Aslidagi 360 ga aylanadi do'stlar. Bitta sim karta bilan ishlaydi. Dunyoni istalgan joyidan turib boshqaraverasizlar, gaplashaverasizlar do'stlar. Xullas, sim kartaga ishlasa, quyosh panel ham tokka, baravarga ishlayveradi. Quyosh panel ham tok. Xo'p, bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1.250.000 so'mga baraka qilamiz do'stlar. Bonusiga nima qilamiz? Bonusiga 32 talik original chip qo'shib beraman do'stlar. Dastavkasini ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepulga yetkazib beraman do'stlar. Bunaqa kameralar korobkasini bitta ko'rsatib qo'yaman mana. Max modeli do'stlar, 4G quyosh panelli do'stlar. Odamni ko'rsa o'zi kuylab yurib, videoga olib o'sha rasmga oladigani shu bo'ladi do'stlar. O'rtadagi bu telefondan upravlab turadi. Endi buni Samarqand viloyati Urgut tumani Ibn Sino mahallasi Quyonli qishlog'i